bizning butkul g'oyamiz, orzuyimiz ham kelajagimizni amalga oshiradigan eng ishonchli jangchilar o'sha o'qituvchilar edi. U jamiyatdagi boshqa tarmoqlarning odamlarga tushkunlashib qala darajaga yetdi. Ammo o'qituvchilarda bu tushkunlik kesilni biz zo'r darajada bor edi. O'qituvchilardagi tushkunlik kesili albatta udul berib avlodlarga ziyon keltirdi. Bir jamiyatda barliq soha, barliq tarmoqlarning odamlari tushkunlashib ketsa, o'yin qilib bo'lib ketsa-mi, ularning ma'rifchilari tushkunlashmasi kerakdi. Biz hozir dal o'sha o'qituvchilarmi tushkunlashib ketgan bir reallikni ko'ryapmiz. O'qituvchilarimizda bir xil o'zini tashlab o'tish. Mandaqcha aytganda bir turmushdagi eng aqlli iste'molchiga aylanib ketdi nurg'un o'qituvchilar. O'qituvchilarningki ko'pincha qanday g'oyalar bor desa, u yezliq o'qituvchi bo'lsa, shahardan bir o'z etib olsam, bir mashinam bo'lsa, deydigan mushundaq narsa uning hayotidagi eng ulug'vor baxt ko'rsatkichiga yoki eng cho'ng xususiy g'oyasiga aylanib bo'ldi. Shuning bilan bu shahardan o'z etib olish yoki shaharda uy bo'lsa, bir uyni ikkiga aylantirish, mashinasining markasi odatdagicha bo'lsa, uni oliy markali mashinaga aylantirish, qora norkisi bo'lsa, uni bir sog'ish norkiga aylantirish degandek mushundaq orzular bilan turmushdagi bir iste'molchiga aylanib, mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, umuman bir iste'mol talvalarga aylanib ketdi. Buni bir odamning tushkunlashganligininki ifodalarga kirdi o'mishlar. Yana bir sicho deganda telefon sarig'iga aylanib ketdi. Bizningki o'qituvchilar, biz endi o'qituvchilarga so'zlayotgan leksiya bo'lgandan keyin o'quvchilardan bor, boshqa sohalardan bor. Biz buguncha ular bilan karimiz yo'q. Bugungi leksiyaning obyekti o'qituvchilar bo'lgan ekan, o'qituvchilarda ko'rilayotgan mushu xilma-xil o'qituvchilik obraziga mos kelmaydigan ba'zi benormal ifodalarni va kasalliklarni demasak bo'lmaydi. Hozir yana bir kishini endishiga soladigan saranglik telefon sarangligi. Telefon deganning yangi chiqib bo'lg'uchi almashtirishni, telefon orqali maqtanishni, telefonning iqtidorini vatavariga chiqib ketgandek o'rganish, uni qarish taraf bilan aloqalashishninki, qatochayda qonmagan xumarini telefon orqali qondirishninki usullari degan hozir bek avjab ketdi. Mushlar nimadan bo'ldi deganda, amaliyotda odamlarning ma'naviy puchakligidan bo'ldi. Ro'yi dunyoda qup-quruq bo'lgandan keyin ashini qanday qilganda ma'naviy dunyoga ozroq bo'lsin tasalli va xushallik topaman deb, xushallik topqidek boshqa manbani topolmay telefon sarangligi orqali xushallik topayotgan gap. Onunğa bir yumor, bununğa bir surat, bununğa bir uçur yollab qo'yib, mush orqali o'zining ma'naviy jihatdagi ocharchiligini hal qilish qo'rindi. Ma'rifchilar uchun aytganda ma'naviy jihatdagi qaychilik kislik giribtor bo'lish degan bir qo'rqinchli ish bu. O'qituvchilar degan boshqalarni tarbiyalaydigan, o'zida muayyan g'oyasi bor, bilim qurilmasi bor, intayin sog'lom bo'lgan havaslari bor, shunday odam bo'lish kerak. Bu o'qituvchilarda hozir sog'lom havas emas, sog'lom bo'lmagan havaslar bularning vujudini qoplab ketdi. Mushundaq vujudini sog'lom bo'lmagan havaslar qoplab ketgan o'qituvchiga biz o'zimizning bolalarini, hammamizning bolasi o'zimiz uchun ham yurak borimiz. Ashundaq o'zingiz yaxshi ko'rgan dunyodagi eng qimmatli bolangizni bir o'yin qilib, ashundaq iste'mol saranga, telefon saranga bir muallimga avatib berishga qanday ko'nglingiz unaydi? Ammo uni avatib bermay qanday qilasiz? Cho'qim avatib berasiz. Chunki uningdan boshqa tanlashimiz yo'q bizning, boshqa maktabimiz yo'q. Shunga biz bolalarimizni yanılam ashundaq ma'rifga, sifatsiz o'qituvchilarning qo'liga berishga majbur bo'lyapmiz. Shuni bilib turib, uni bilsangizmi, bilmasangizmi bermay amalingiz yo'q hozir. Shunga biz bu gaplarni nima ish qilamiz deganda, o'qituvchilarningki ma'naviy tuzilmasida muayyan bir o'zgarish, uyg'unish, sagash degandek narsalarni shakllantira olsak, avlodlarimizning kelajagiga nisbatan foydalimi degan orzuda qilyapmiz. O'qituvchilarni tanqidlash hargizmi ularningki ziddiga tegish, ularni cho'kirish muddaosiga narsa emas. Bu bir ulug'vor orzuni ko'ngliga bitgan odamlarningki kelajak haqidagi andisi kuchaygan vaqtda bo'ladigan ro'y holat. Intayin nachar bo'lgan bir ijtimoiy oqibat bizni kutib turayotganda, buni aqlingiz bilan, zehningiz bilan ko'rib yetgan ahvolda, hozirgi holatning bizni nimaga elib borganligini ko'rib yetgan ahvolda biz yana sukut qilsak, jim tursak bo'lmaydi. Shunga bizning uyg'undigan ma'rifda bir xil aqida inqilobi elib borgan bir vaqtimiz keldi. U nima inqilob deganda shu ma'rifga bo'lgan aqidamizni qaytadan kuchaytirgan.
Men ko'p yerlarda leksiya so'zlasam, o'qituvchilarga paranglashib qolsam, oxirisida savol javob qilamiz yoki leksiya tugagandan keyin ba'zida mening bir savolim bor deb talog'i chiqib so'raydi. Birinchi bo'lib so'raydigan savoli nima desa, siz qo'sh tillik ma'rif qanday qaraysiz? Qarasangiz bu bizning muallimlar mush ona tiliga nisbatan shunday muhabbati bordek, shunday suydigandek, ona til desa jinni berdigandek ko'rindi. Amaliyot rasmo desa men ishonmayman. Unda emas. Sizning o qo'sh tillik ma'rif qanday qaraysiz deb so'rab qo'yganligingiz sizningki ona tilga nisbatan naqd sezgur muomala qilayotganligingizdan darak bermaydi. Bu yerda undaq savol deganlarning keynida qanday ro'y holat borligini biz bilamiz uni. To'liq tekshirib, to'liq paranglashib o'qib qo'ygan. Amaliyotda shu o'qituvchininki o'zini yoki mo'shada o'tiribsizlar bir zal o'qituvchilar, mo'shadagi o'qituvchilarning bir savol orqaliqligidan sizlarningki ona til aqidanglarning qanchlikligini ko'rib olgan bo'ladigan bir amaliyotni isbotlab beramiz. Ona til bizningki gazetlarimiz, radio televizorlarimiz, jurnallarimiz va kitoblarimiz orqali jamiyat ishlaydigan narsa u. Hozir bizda bir necha nashriyat bor. Bejondan bor, Urumchidan bor, Qashqardan bor. Har qaysi joylarda nurg'un kitob, jurnallar bor. Turli sohalar bo'yicha, mayli fan texnikaga oid, mayli adabiyot san'atga oid, mayli madaniyatga, mayli ma'rifga oid. Shanxuay kitobxonalari Abdum rayonimizning hamma yerida bor. Hozir o'qituvchilarningki o'ttirchi maoshini 3 ming yuan deb faraz qilsak, bir o'qituvchi bir yilda 35 ming yuandan 40 ming yuangacha maosh oladi. Odatda bir normal musulmon 40 yuan puli olsa bir ko'yni zakotga berar ekan. Siz bir milliy o'qituvchi bo'lish sifatingizdan 40 ming yuandan keyin 1000 yuanligiga kitob ola oldingiz bir yilda. Masalan, ona tilingizni shunday yaxshi ko'rdi ekansiz. Sizning ona tilingizni men dedim, shu matbuotlar orqali jamiyat ishladi deb. Siz bir jurnalga mushtir bo'lmasangiz, bir kitobni sotib olmasangiz, bir gazetni o'qimasangiz, oxiri berib o gazetni o'qiydigan, o kitobni ko'radigan mushtari qolmasa, o nashriyatning faoliyati to'xtaydi, o gazetning ovozi o'chadi, o radio televizorlarmi yepilib qoladi. Chunki uni ko'radigan odam bo'lmagandan keyin o tildagi funksiya to'xtaydi. Demak, shuni rivojlantirib turadigan kim o deganda bizning iste'molimiz, bizning shunga ehtiyojimiz. Partiyaga a'zo bo'lgan odammi shu partiyaning hurmati va hayot uchun muayyan darajada partiya badal pul to'laydi. Siz bir millatning a'zosi bo'lgan ekansiz, uning ustiga bir millatning munavvar qatlam bo'lgan ziyolilar qo'shinining odam bo'lgan ekansiz, o'zingizning ona tili uchun bir yilda 1000 yuan xarjlab qo'ysangiz, bu shuning o'zi shunda eg'irishmi? Acaba savol so'rangiz, qo'sh tillik ma'rif tilda tushsiz, tilimiz qanday bo'lib ketadi deb so'rab qo'ysizlar. Buning qarasa ona tilga bo'lgan muhabbati, mas'uliyati bek o'yg'ongandek his qilindi. Amaliyat turmush amaliyati shu deganda uning aqidasi konkretlashmagan. Uning ana tilga bo'lgan aqidasi konkretlashsa, o gazet jurnallarga oyanmay mushtir bo'ldi. Har yili oz bo'lganda 1000 yuanlik kitob, jurnal, gazet sotib olishni o'zininki aqalli bir muallimlik va milliy burchi qilib bilalaydi u. Ammo mushayda menimcha 10% chiqmaydi. Shunga bizningki ona tilimiz qanday bo'lib ketadi? Qo'sh tillik ma'rif yo'l qo'yilsa, eg'ish ko'rilsa, to'g'ri ilib bo'lmay eg'ish ko'rilsa, bir til bek taraqqi ketib, yana bir tilning o'rni to'vallab ketadimi degan indishlarni so'rashga axloq va vijdon jihatdan tag'i bizningki salohiyatimiz haqiqatan to'shmaydi. Onunğa so'zligidek, shu savolni qo'ygidek ma'naviy salohiyat va safa bizda hozirlanmadi. Uni xudilga teshliqmi degandek moda narsa o'rindida deydigan bo'lib oldik. Undaq oddiy hisob bo'lmaydi. Har qanday narsa aqidaga aylanmasa kuchga aylanmaydi. Aqidaga aylangan vaqtda andan keyin kuchga aylanadi. Shunga biz o'qituvchilarningki aqidasi uning psixologiyalik nuqtadan aytganda uning muddaasi, uning harakatiningki harakatlantirgich birdan bir energiyasi va kuchi degan vaqtimizda mush aqidani nazarda tutdik. Demak, aqidangiz qanday bo'lganda shakllanadi, qanday bo'lganda kuchga aylanadi degan narsa bu og'zingizdagi biror savol yoki bo'lmasa bunda qaynab qo'yish, taxlaga egish, so'zlab qo'yish bilan bo'ladigan narsa emas. O'zining ona tilini yaxshi ko'rish qonun tarafidan cheklanmaydi. Qonun tarafidan cheklanmaganning ustiga u jamiyat tarafidan himoya ostida qilindi. Masalan, tilni to'g'ri so'zlash,
imloni to'g'ri yozish, viskilarni. Bolalarga ana tilda to'g'ri so'zlashni o'rgatish degan narsa u bizning qonunimizda ham madaniyatimizda rag'batlantirilgan narsa. O rag'batlantirilgan ekan, biz shu rag'batlantirilayotgan qonun va siyosat doirasida himoyaga ilinayotgan mushu ishni qanchalik qila oldik? Onunğa faqat kuchab qo'ymaydigan ham, u jihatdagi imkoniyatdan to'liq foydalanmay, onunğa ma'lum darajada badal to'laydigan ongni shakllantirmay, biror o'rganib olgan savol o'lanligini o'zimizni qaltis chaqlab, u ishninki ko'ngil bilgichisiga yoki bo'lmasa shu ishninki andish qilishga aylanib olish degan bu bir yansonlik bu. Shunda bir odamlar var, endi jamiyatda iqib shugan gaplarga yiqayan turib shuni paramini qilib ketaveradigan. U qaysi so'rin qilsa shu yerning pardasi so'zlab qilib ketaverdi u. Bu aqidasiz jambaxtda yaxshichaq haramzoda odamlarning turmush shaklari. Har qanday sohaning odamlari aldamchi, kazzab yoki arang-sarang bo'lsa bo'ladiki, ma'rifchilarda tili bilan dil birdek bo'lmaydigan arang-sarangni ko'rilsa qat'iy bo'lmaydi. O'qituvchi degan nima deganda, o'qituvchi degan u bo'sh narsa emas. O'qituvchilar o'quvchilarning qalbida deydi. Jamiyatning o'lchimi deydi. O'quvchilar qanday o'ylaydi ekan desa, butkul jamiyatning o'lchimi, ashuni o'lchaydigan o'lcham o'qituvchim deydi ekan. O'qituvchi orqali jamiyatga nazar soldi ekan. İnsanlarning ulgusi deb qaraydi ekan. Axloq jihatdagi ma'bud deb qaraydi ekan. Demak, biz avlodlarning nazarida kim o deganda, jamiyatning o'lchimi kimmiz? İnsaniyatning ulgusi kimmiz? Ham axloq jihatdagi ma'bud kimmiz? Bizning avlodlarimiz o'qituvchilarni ashunda ko'rdi ekan. Ular xato ko'ryapti deganda xato emas, haqiqatan ashunda ko'rdi. Ularningki sodda ham sabiy qalbi o'qituvchilarga nisbatan o'qituvchim hammani biladi, o'qituvchim eng to'g'ri gap qiladi, to'g'ri ish qiladi, uning hamma narsasi menga ulgu bo'la oladi deb qaraydi. O'zininki o'qituvchisini jamiyatning o'lchimi deb qarash, axloqning ma'budisi deb qarash, yoki bo'lmasa insoniyatning ulgusi deb qarash, bu bizga berilgan mukofotmi yoki jazomi? Albatta o'qituvchilik ulug' ishlaymiz biz. O'qituvchilik kasbi ulug'. Ammo har bir o'qituvchining o'zining ulug' bo'lishini atayin. Shunga o'qituvchilik kasbini hech kim kamsindirolmaydi. İnsaniyat tarixida o'qituvchilikqa, ma'rifga sal qaraydigan millat, din va siyosat bo'lgan emas. Har qanday hokimiyat, har qanday davlatning tuzilmasi yoki diniy e'tiqod ma'rifni ham o'qituvchilarni azaldan chetga qoqqan yoki ularni kamsindirgan, uni keraksiz narsa deb qaragan emas. Bu insoniyat o'rtaq e'tirof qiladigan, o'rtaq ulug'laydigan soha ham bir kasb. Shunga o'qituvchilikni biz ulug'var kasbmi deganda hech qanday shubha aralashtirmagan ahvolda o'qituvchilar haqiqatan o'qituvchilik ulug' kasb deymiz. Ammo har bir o'qituvchi ulug'mi deganda uning kelganda notayin deymiz. Har bir konkret o'qituvchining ulug' yoki ulug' bo'lmasligi, yaramliq yoki yaramsiz bo'lishi bu ayrim masala. Shunga biz endi o'quvchilarningki o'zining o'qituvchisini jamiyatning o'lchimi, axloqning ma'budisi yoki insoniyatning ulgusi deb qaraydigan mushundaq bir go'zal ko'z qarashini umidsizlantirmasligimiz kerak. Uni kim umidsizlantirdi desa, shu o'qituvchilar o'zininki shu o'quvchilarning qalbidagi obrazi xilop bo'lgan so'z, harakatlar orqali qilgan umidsizlantirib qo'ydi. Bolalarni umidsizlantirib qo'yish bolalar qilingan eng zo'r ziyonkashlik. Biz avlodlarga ko'ngil bo'lish degan gapni unda xato tushunmaylik. Avlodlarga ko'ngil bo'lish, bolangizni chiroyli qasab to'y-to'ykunga olib borish, tuqqanlaringizni uyga olib borib, bolamning kiyim yarishibdimi, buni Shanxayda kelgandim, Turkiyaga sayohatga chiqqanda kelgandim deb bolangizning kiyim-kechigini maqtab qo'yish, turqini qo'nchoqdek qasab qo'yib, shundan suyunish avlodlarga ko'ngil bo'lganlik emas bu. Avlodlarga ko'ngil bo'lishdagi eng negizlik masala uning qanday odam bo'lishiga ko'ngil bo'lish. Uning ma'naviyatiga ko'ngil bo'lish ifodan. Hozircha deganda ota-onalar xuddi telefon o'ynagandek bizda. Ashunada xo'shallik topgandek bolasini qo'nchoq o'rinda ko'rib xo'shallik topadi. Uni bu xalqlarga maqtanadigan, xalqlarning orasida quruq obro' izlaydigan bir dasmoyaga aylantirib olgan. Mao bola men tarbiyalaydigan obyekt emas, buni do'stlarimga ko'rgazma qilib, ashlarning oldida uning bolasi mening bolam egizrak, uning ta pakaroq cho'ng'ilyotdi deb, ashundaq chakini maqtanishning, basxo'rlikning dasmoyasiga aylantirib olgan. Demak, ota-onalarning nazarida yanlar bolalarning o'rni haqiqiy tag'i shakllanmadi degan gap. Ular bolasiga ko'ngil bo'lish emas, bolasini o'zining ma'naviy puchakliklarini
hal qiladigan, o'zining ma'naviy jihatdagi ocharchiligini, qaychiligini hal qiladigan bir dasmoyaga aylantirilib bordi. Shunga tushkunlashgan odamningki har qanday ishi muqomga tushmaydi. U nimali ish qilsa bir tetiqsiz, bir g'alita, g'ayri narsa bo'lib chiqadi. Shunga biz boshqa sohalarnikini to'ldirib ketdim. Yana nazardan saqit qilib o'taylik. Nim bo'pto'son boshqa sohaning odamlarining sifat safasi. Mush o'qituvchilarning sifat safasini qo'ldan bermaslikka, buningga sal qaramaslikka pek ko'ngil bo'lmasak bo'lmaydi. Mushunalni qo'ldan bersak, eng oxirgi bazi qo'ldan ketadi. O'qituvchilar o'zining o'qituvchilik aqidasini sustlashtirib qo'ysa, dushmanni ko'rmay taslim bo'lgan bir lamzalli armiyaga o'xshab qoldi. Shunga o ders munbirini, darsxonani avlodlarga tarbiya beradigan bu so'rinni ilgirki zamonlarda kishilar urush qilib, o'lib, ne jafolarni chekib aram qo'lga keltirgan. Ash Mamtilla apandilar o'ldi. Maktab ochganligi uchun o'ldi. Ular boshqa bir eski ish qilib o'lmadi. Abduqodir Damollanmi shu yangi maktablarni ochganligi uchun zarba yedi, ham oxirisida o'ldirildi. Demak, bu yangicha maktablarni ders munbirini qo'lga keltirish unda oson narsa emas. Bugungi kunda bu hammalar ders munbirininki bir xo'jayinlarga aylantirilgan. Ammo u ders munbirga haykal sifatida chiqqan odam bilan aqidalik bir odamninki u yerda keltiradigan ijtimoiy oqibati va qo'lga keltiradigan unumi tamoman farqlanadi. Shunga biz bir haykal sifatidagi o'qituvchi o'qimasligimiz kerak. Bir ma'rifchi sifatidagi o'zini beg'ishlash tipidagi bir ma'rifchiga yoki o'qituvchiga aylanish bizning kelajakka solgan eng cho'ng qurilish xarakterli to'pimiz qoldi. Buni biz bundaq bir narsadan ko'rib olsak bo'ldi. Lifangdan o'rganish degan mushu harakatda bir negizli gap bor. Lifangning mixliq ro'yi deydigan. O mixliq ro'yi degani men mushu ijtimoiy sistemaning ichidagi bir miqqa aylansammi, ashada rolimni joriy qildirsam hisoblayanga. Onda qolganda bu gapning vaqti o'tdimi deganda vaqt o'tmadi, bu bir qimmatli gap. Uni kim deyishdan qat'iy nazar, o gapning o'zi intayin cho'ng haqiqatni yakunlagan. Bizmi bir milliy ma'rifninki qo'shinidagi bir o'qituvchi bo'lsak, men mushu qo'shindagi bir yaramli o'qituvchiga aylanishim kerak. Men bu yerdagi bir parazit o'qituvchiga emas, bir yaramli o'qituvchiga aylanmasam bo'lmaydi deydigan mushu ideyani turg'izib olsak, har birimizni mushu ideya uyg'onib kelsa, u vaqtda bu 100 ming kishilik qo'shin degan bu ma'rifni qanday hayotiy kuchga yiqilyapti. Demak, bu yerda biz qo'limiz bilan o'zimizni silkiyotib, kallamizni silkiyotib, ko'zimizni ro'shan etib, munbarga yangicha bir g'oya, yangicha bir istak bilan qadam qo'ysak, qo'limizga keladigan unum va natija ko'z oldimizda turibdi. Ammo mushunda ko'z oldida turayotgan natija uchunmi ko'rash qilmaydigan, shuning uchunmi o'zini bag'ishlamaydigan, shuning uchunmi vaqtini, zehnini sarf qilmaydigan bir o'qituvchi bo'lish nima degan sharafsizlik bu? Odamlarninki natija jihatdagi farqi nima ifodalandi desa, keshdagi vaqtini nimaga sarf qilganliklar ifodalandi debgan. Buni nihoyat ko'plab olimlar degan. Einstein dedimi, yana boshqalar dedim, to'g'ri ismim yo'q. Mushu gapni deguvchilarninki hali ko'p ekanligini, ham buni himoya qiluvchilarning ko'p ekanligini bilaman. Hamma o'zimmi mushu gapni bek himoya qilaman. Siz har kuni keshdagi 3-4 soat vaqtingizni zot nimaga sarf qilasiz? O'rganishga sarf qilamsiz yoki o'yin tomoshagimi yoki quruq parang'imi yoki ma'nisiz suhbatmi? Hozir Uyg'ur jamiyatida bir quruq parang jamiyati oldi. Kot tugamaydi bu gaplar. Bu gaplar ro'yi holati sog'lom, g'oyalik bir odam agar ashundaq bir so'ringa chiqib qolsa, u turmaga kirib jazolangandek bo'lib ketadi. Masalan, men o'zimni ashuna his qilaman. Mush ma'nisiz so'rin, ma'nisiz faoliyatlarga qatnashsam, ashada bo'linayotgan gap so'zlar isrof bo'layotgan vaqtga qarab birisining men jazolayotganligidek bir xil hissiyatda o'ltiraman. Ammo u yerdagi odamlarning xo'shallig'i